Mana bu akamiz demak Deutsche Schoolda o'qimaganlar, shuning uchun mana bu puldan umuman daragi ham yo'q. Germania Life Deutsche School, ya'ni sizni farzandingiz endigina maktabda bo'lsa, bitirish jarayonida 10-11 bo'ladigan bo'lsa, Toshkentda aynan Germaniya standartlariga asosan mana bunaqa ajoyib maktab Toshkentda ochildi. Plus tomonlari viloyatliklar ham kelib o'qishi mumkin ekan. 3 mahal ovqat, yotoqxonalargacha bor. Bitirganingizda siz demak B2 darajadagi til sertifikatiga ega bo'lar ekansiz. Bu sizga nimalarni beradi? Bu Germaniyaga siz 3 ta dastur bo'yicha kelishingiz mumkin. Birinchisi, bu men yoqtiradigan Ausbildung. Kelasiz, o'qiysiz, praktika qilganingizga davlat sizga pul to'laydi. Tasavvur qiling. 1300 dan 1,5 minggacha bruttoda. Ikkinchisi, bu siz universitetga kirmoqchi bo'lsangiz, siz to'g'ridan-to'g'ri universitetga kira olmaysiz va bu student kollej qilib kelishingiz mumkin. Maktabni bitirdingiz, tasavvur qiling, qayerda bor bunaqa narsa? Va uchinchisi, siz FSY'lar qilishingiz mumkin darslar. Xullas juda ham imkoniyat zo'r. Germaniyaga kelish uchun siz ham Deutsche Schoolda o'qing. Mana bu akamizga o'xshab miyangiz muzlab qolmaydi shunda va siz bu tomonda emas, menga o'xshab mana shu zo'r joyda turasiz. Siz ham bu loyihada qatnashmoqchi bo'lsangiz, plus yurakcha va yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Sizga aloqaga chiqishadi, balki sizni farzandingiz ham Deutsche Schoolda o'qiydi Toshkentda va mana shu joylarga kelib Butlarni tavsiya qilmayman. Bavariya, Alp tog'larini tavsiya qilaman. O, deydimi? Xullas, ketdik. Aka, o'zingizni ehtiyot qiling. Muzlab qolmang. O'qish kerak edi vaqtida.